Assalomu alaykum YouTube obunachilari. 16-iyul shanba kuni Kirkli bozoridamiz. Farg'ona viloyati. Stullarimiz chiqibdi. Toshkentdagi ideal sostoyaniyada turibdi. Narxini 2,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib beramiz. Xoni ham katta kichik bo'ladi. Ideal sostoyaniyada turibdi. Ikkinchi 6 tali stulimiz. Yani Toshkentdagi yog'och, tevasi laminat, oyoqlari ham yog'och bo'ladi. Bunisini narxini 1,7 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ideal sostoyaniyada turibdi. O'zimiz streshlab qo'ydik, shilinmasligini hisobiga. 6 tali stulimiz ham bor. Bunisini vodiy bo'ylab dastavkasi 2,3 million so'm qilib beramiz. Xoni ham katta kichik bo'ladi, o'rtasi kiradi. Yog'och bo'ladi. Mana etini o'zimiz shilib qo'ydik. Betini ketkizib beramiz. Mana stullari ideal sostoyaniyada turibdi. Buni naqshlariga ham e'tibor berasizlar. Bitta toqamiz bor. Toshkentdagi eniga 90, uzunligi 2 metr ortopedik matras. Buning narxini 800 ming so'm qilib beramiz. Bedastavka. Vengeriyskiy kravatimiz bor. Yani yog'och bo'ladi, razbor bo'ladi. Eniga 85, uzunligi 1,95 bo'ladi. Buning narxini 1,8 million so'm qilib beramiz. Belaruskiy kravatimiz eniga 75, uzunligi 1,90. Buning narxini 300 ming so'm qilib beramiz. Mana bitta toqa kravatimiz bor. Toshkentdagi eniga 90, uzunligi 2 metr ortopedik matras. Mana oyoqlari ham MDF bo'ladi, yonlari laminat bo'ladi. Narxini 800 ming so'm qilib beramiz. Bu belaruskiy kravatimiz bor. Bir dona. Eniga 80, uzunligi 1,90. Radnoy chexollarda turibdi. Taylari ham temir prujina bo'ladi. Pishiq baquvvat. YouTube'dan chiqqan bunachilarimiz uchun narxini 400 ming so'm qilib beramiz. Har xil kravatlarimiz ham bor. Xohlasa obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Bundan da zo'rlarini qo'yamiz. Telefon bilan aloqaga chiqaverasizlar.